Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilarim. Mana unda xolasa navbatdagi Samarqanddan tushgan zakazimiz ham tayyor bo'ldi inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal holatda bitdi. Taburetkalarni ham ko'paytirib 4 ta qilib berdik. Bundan oldin xuddi shu materialdan Toshkentga qilib berdik. Razmeri ham xuddi shunaqa, taburetkasi ham 4 ta edi. Xuddi shu ko'rinishda bo'lsa, men joyimga ham xuddi shunaqa 4 metrga 2.30 lik tushadi bo'ldi. Shunday qilib yana bitta tayyorlab berdik inshaalloh. Qo'shimchasiga bitta oldingi videolarimizda qora panteramizga xuddi shunaqa kichkina jurnalni stol qilib berdik. 1 metrga 90 lik qilib, polkalik qilib tayyorlab berdik. Uni ham ko'rgan ekan, anchadan beri kuzatib borar ekan bizni. Xuddi shu jurnalni stoldan ham qo'shib bering bitta. Shunaqa yoniga qo'yib qo'yaman. Dasturxondagi oshcha narsalarni olib qo'ysa bo'laveradigan qilib foydalanamiz dedi. Shuning uchun bunisidan ham tayyorlab berdik. Uvologimiz razmeri 4.30 ga 2.30, o'nchab tanlamaydi. Uyda 4 burchagiga tushaveradi, xudo xolasa. Taburetkasini ham 4 ta qilib berdik, yostig'i ham 6 ta. 3 ta o'zini materialdan, shunday seri teddy materialdan, 3 ta teddy materialda, xuddi shu materialni oqidan qilib tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal holatda bitdi. Chokilari ham, stinasining chokilari ham ko'rishingiz mumkin. O'ta tekis qilib ishlangan. Jurnalning stollari ham, jurnalning stolining razmeri 275 ga 90 bo'ladi, 6 oylik. Jurnalning stolini haliga uvolov kichayganiga kichaytirmadik. So'ng kichaytirsak 15-20 sm qisqaradi, ammo oxirida o'tirgan odamga juda qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun jurnalning stolini eski holatida qoldirdik, standart razmer holatida. O'nchab tanlamaydi, uyda 4 burchagiga tushaveradi. Hop, ikkita minisini olib bu yoqqa qo'ysa, bu tomoni 4 metr, bu yoqqa 2.30 holatda tushaveradi. O'nchab tanlamaydi. Jurnalning stoli ham mana xohlasiz bu tomonga joyingiz kengroq bo'lsa, agar bu tomonda 2.30 tomonda joyingiz kengroq bo'lsa, bu tomonga qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Biz joyimiz torligi uchun, video uchun bu yoqqa qo'yib qo'ydik. Jurnal, bu kichkina jurnalni ham xuddi shunga o'xshaydi. Bir xil. Bunisi ham yong'oqqa o'xshab ishlangan, ko'rishingiz mumkin, gullari o'ta go'zal. Ichlari 100% hasna yog'och, pampers prujinada. Dekorlar ham mana jurnalning stoliga moslangan. Karishmi, bunisi ham karishmi qilib, patinalar tortib qo'yilgan. Orqalari ham o'zining materialida. Xudo xolisa ertaga Samarqandga yuklab chiqarib yuboramiz inshaalloh. O'xshi komplet narxi bu jurnalning stoli, ugologi, katta jurnalning 4 ta taburetka bo'lishlari bilan dastavkalari ham ichida 7.200.000 so'mga xudo xolasa Samarqandga chiqarib yuboryapmiz. Dastavkasini pulini ham misol qo'shib beraman dedi, o'zingiz gaplashavering dedi. 700.000 so'm dastavkasiga qo'shildi. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa hamyonbop, chiroyli ugolovlar kerak bo'lsa, aloqachilar Nur Mebel chiroyli qilib ishlarni bitirib beradi. Materiallarni ham ko'rishingiz mumkin, o'ta go'zal. Teddy materialda seri. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa telefon qilib aloqachilar bilan qo'llab-quvvatlash uchun dadan like, komment. Kimga shunaqa yaqinlariga shunaqa ugolovlar kerak bo'lsa ham videolarni jo'natib chiroyli qilib